Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 25 avgustdan boshlab to'lovlar, ustamalar yoki ijtimoiy yordam miqdorida o'zgarish bo'lsa, kim haqiqatan ham ko'proq pul oladi? Kimga 1 million 200 ming so'mgacha qo'shimcha tushishi mumkin? Kim esa bu pulni kutib xato qilmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki gap faqat bitta odamning oyligi yoki nafaqasi haqida emas, balki uy ro'zg'or budjeti, kredit to'lovi, ijara, dori-darmon, bolalarning o'qishi va kundalik xarajatlar haqida ketmoqda. Men bu videoda sizga masalani oddiy tilda, shov-shuvsiz lekin aniq tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgarishi mumkin? Kimlar eng ko'p oladi? Kimlar hujjat topshirmasa puldan quruq qolishi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xatolar aynan mayda bondlarda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday tushuntirishlar sizga pulingizni, vaqtingizni va asabingizni tejashga yordam beradi. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'raman. Odamlar falon sanadan pul oshar ekan. Har bir odamga pul berilar ekan. Hamma 1200 ming so'mdan olar ekan degan gaplarni eshitadi va darrov kutishni boshlaydi. Lekin davlat to'lovlari, ish haqi ustamalari, nafaqa, kompensatsiya yoki moddiy yordam hech qachon hamma uchun bir xil tartibda tushmaydi. Har bir to'lovning manbasi, sharti, hisoblash usuli va oluvchilar doirasi bo'ladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p hollarda odamlar pul olish uchun alohida ariza yozishi, mahallaga borishi, ish joyidan ma'lumotnoma olishi, bank kartasi ochishi yoki ijtimoiy reyestrga kiritilishi kerak edi. Masalan, kam ta'minlangan oila nafaqa olish uchun daromadlari tekshirilardi. Pensiya oshishini alohida so'ramasdi. Chunki pensiya jamg'armasi hisob kitobni o'zi qilardi. Ishchi esa oyligi oshishini mehnat shartnomasi, tarif stavkasi yoki ish beruvchining buyrug'i asosida olardi. Endi nima o'zgaradi? 25 avgustdan boshlab gap qo'shimcha to'lov, ustama yoki qayta hisob kitob haqida ketayotgan bo'lsa, eng muhim narsa shuki, kimning huquqi borligi avtomatik tekshiriladi. Lekin ayrim hollarda odamning o'zi ham harakat qilishi shart bo'ladi. Ya'ni men kutib o'tirsam bo'ladi degan qarash hamma uchun to'g'ri emas. Kimdir pulni avtomatik oladi. Kimdir hujjat topshiradi. Kimdir esa daromadi, ish staji yoki oilaviy holati sababli umuman olmasligi mumkin. Bu yerda 1 million 200 ming so'm degan raqamni ham to'g'ri tushunish kerak. Bu raqam har bir fuqaro uchun kafolatlangan pul degani emas. Bu ayrim toifalarda qo'shimcha hisob kitob, bir martalik yordam, ustama, kompensatsiya yoki bir necha oy yig'ilib qolgan farq bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir oyiga 300 ming so'mdan qo'shimcha olsa, 4 oy uchun qayta hisob kitob qilinsa 200 ming so'mga yetadi. Kimdir bitta bola uchun emas, 2 yoki 3 nafar bola uchun yordam olsa, umumiy summa kattaroq chiqadi. Kimdir nogironligi, boquvchisini yo'qotgani, yolg'iz onaligi yoki kam ta'minlanganligi sababli yuqoriroq toifaga tushishi mumkin. Endi men kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi toifa, pensiya va nafaqa oluvchilar. Agar 25 avgustdan boshlab pensiya, yoshga doir nafaqa, nogironlik nafaqasi yoki boquvchisini yo'qotganlik to'lovi bo'yicha qayta hisob kitob bo'lsa, bu odamlar odatda alohida ariza yozmasdan o'zgarishni ko'rishi mumkin. Lekin bu yerda ham bitta muhim nuqta bor. Bank kartasi faol bo'lishi, pasport ma'lumotlari tizimda to'g'ri turishi. Yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar yangilangan bo'lishi kerak. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 18 yoshli onaxon 1 million 120 ming so'm pensiya olardi, deylik. Agar ayrim toifalar uchun qo'shimcha ustama 200 ming yoki 300 ming so'mga oshirilsa, u kishi keyingi oy pensiyada farqni ko'rishi mumkin. Lekin u kishining kartasi muddati tugagan bo'lsa yoki bankdagi hisob raqami yopilgan bo'lsa, pul hisoblangan bo'lsa ham yechishda muammo chiqadi. Shuning uchun pensionerlar pul tushmadimi, demak berilmadi deb xulosa qilmasdan, avval bankdan, keyin pensiya bo'limidan tekshirtirish kerak. Ikkinchi toifa bolali oilalar. Eng ko'p savol aynan shu yerda bo'ladi. Chunki ko'pchilik har bir bolaga 1 million 200 ming so'mdan beriladimi deb so'raydi. Men buni aniq aytaman. Bolali oilalarga beriladigan yordam oilaning daromadi, bolalar soni, yosh toifasi va ijtimoiy himoya tizimidagi maqomiga bog'liq bo'ladi. Agar oila kam ta'minlangan deb tan olingan bo'lsa, yordam miqdori bolalar soniga qarab oshishi mumkin. Ammo oilada rasmiy daromad yuqori bo'lsa, avtomobil, qo'shimcha uy-joy yoki tadbirkorlik daromadi bo'lsa, yordam rad etilishi mumkin.
Masalan, bir oilada 3 nafar bola bor. Biri 4 yoshda, biri 7 yoshda, biri 15 yoshda. Ota vaqtincha ishsiz, ona esa uy bekasi. Ular mahalla orqali ariza bergan. Oilaning daromadi minimal chegaradan past chiqqan. Bunday holatda oilaga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlanishi mumkin. Agar to'lov har bir bola bo'yicha hisoblanadigan bo'lsa, umumiy summa 1200 ming so'mga yaqinlashishi yoki undan ham oshishi ehtimoli bor. Lekin shu oilaning arizasi ijtimoiy reyestrga kiritilmagan bo'lsa, ular bizga ham tegishli edi deb keyin yugurib yurishi mumkin. 3-toifa byudjet tashkilotlarida ishlaydiganlar. O'qituvchi, shifokor, hamshira, tarbiyachi, madaniyat xodimi, ijtimoiy soha vakillari ko'pincha qarorlar bo'yicha oylik ustama yoki qo'shimcha rag'batlantirish oladi. Lekin bu yerda hamma bir xil oladi degan fikr xato. Kimning stavkasi to'liq, kim yarim stavkada ishlaydi, kimda malaka toifasi bor, kim chekka hududda ishlaydi, kim tuni kun navbatchilik qiladi, kimda zararli mehnat sharoiti bor. Bularning hammasi pul miqdoriga ta'sir qiladi. Masalan, bir maktab o'qituvchisi to'liq stavkada ishlaydi. 10 soat dars beradi. Malaka toifasi bor, sinf rahbarligi ham bor. Ikkinchi o'qituvchi esa 0,5 stavkada ishlaydi. Malaka toifasi yo'q, qo'shimcha vazifasi yo'q. Agar ustama yoki oshirilgan to'lov joriy qilinsa, birinchi o'qituvchining qo'shimchasi ancha katta bo'ladi. Ikkinchisining oladigan puli esa shunga yarasha kam bo'ladi. Shuning uchun qo'shnim 1000 million 200 ming oldi. Men nega 400 ming oldim degan savolning javobi ko'pincha stavka, toifa va ish yuklamasida bo'ladi. 4-toifa. Nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning parvarishlovchilari. Bu guruhda to'lovlar yanada nozik hisoblanadi. Nogironlik guruhi, tibbiy xulosa muddati, parvarishga muhtojlik darajasi, shaxsning boshqa daromadlari va hujjatlarning amal qilish muddati muhim. Agar tibbiy komissiya xulosasi muddati tugagan bo'lsa, tizim pulni to'xtatishi yoki qayta tekshiruv talab qilishi mumkin. Ko'pchilik aynan mana shu joyda adashadi. Oldin olardim, nega endi tushmadi? Chunki hujjat yangilanmagan bo'ladi. Misol uchun, ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqaro doimiy nafaqa oladi. Agar uning tibbiy xulosasi muddatsiz bo'lsa, to'lovlar odatda uzluksiz davom etadi. Lekin boshqa bir odamda xulosa 1 yilga berilgan. Muddati 20 avgustda tugagan. 25 avgustdan yangi tartib boshlansa ham, u odamning hujjati bazada faol bo'lmasa, qo'shimcha pul avtomatik tushmasligi mumkin. Demak, bu yerda eng katta maslahat tibbiy hujjat, pasport, bank karta va ro'yxatdagi ma'lumotlarni oldindan tekshirish. 5-toifa kam ta'minlangan oilalar. Bu yerda eng ko'p tushunmovchilik daromad hisoblashda bo'ladi. Odamlar ba'zan mening qo'limga pul kam tegadi deydi. Lekin tizim rasmiy daromadni, mulkni, transport vositasini, boshqa oila a'zolarining ish haqini ham ko'radi. Masalan, uyda ota ishsiz, ona kam maosh oladi, lekin katta o'g'il rasmiy ishlaydi va yaxshi oylik oladi. Tizim oilaviy daromadni hisoblaganda o'g'ilning daromadini ham qo'shishi mumkin. Natijada ariza rad etiladi. Yana bir misol, oila ijarada yashaydi. 2 bola bor. Rasmiy daromad juda past. Lekin oilaning nomida eski bo'lsa ham avtomobil bor. Ba'zi mezonlarda avtomobilning turi, yili yoki qiymati inobatga olinadi. Agar mezonga to'g'ri kelmasa, yordam berilmasligi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Ariza berishdan oldin faqat menga pul kerak deb emas, balki men mezonlarga tushamanmi deb ham o'ylash kerak. Endi istisnolar va ko'pchilik sezmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat sana masalasi. 25 avgustdan boshlanadi degani pul aynan 25 avgust kuni soat 9 da kartaga tushadi degani emas. Ko'pincha qaror kuchga kirgan sana boshqa, amaliy hisob kitob sanasi boshqa, bank orqali to'lov sanasi boshqa bo'ladi. Kimdir pulni 25 avgustdan keyingi birinchi to'lov kunida oladi. Kimdir keyingi oyda farqi bilan oladi. Kimdir esa hujjatlari kechikkan bo'lsa, undan keyin oladi. Ikkinchi nozik jihat. Bir martalik to'lov bilan oylik to'lovni aralashtirmaslik. Agar odamga 1200 ming so'm tushsa, bu har oy shuncha tushadi degani bo'lmasligi mumkin. Bu bir martalik kompensatsiya, qayta hisob kitob. Yig'ilib qolgan farq yoki alohida yordam bo'lishi mumkin. Masalan, 3 oy davomida kasb 100 ming so'mdan farq hisoblangan bo'lsa, bir oyda 1,2 ming so'm tushadi. Keyingi oy esa faqat kasb 100 ming so'm qo'shimcha kelishi mumkin. Agar odam buni tushunmasa, xarajatni noto'g'ri rejalashtiradi. 3-nozik jihat har bir odamga emas, har bir huquqqa qarab to'lanadi. Bu juda muhim. Bir oilada bir nechta huquq bo'lishi mumkin.
pensioner bor. Nogironligi bo'lgan bola bor, kam ta'minlangan maqomi bor, maktabda ishlaydigan ona bor. Har bir yo'nalish alohida ko'riladi. Lekin ba'zi to'lovlar bir-birini cheklashi ham mumkin. Masalan, bir yordam turi tayinlangan bo'lsa, boshqa yordam turi uchun daromad hisobida u ham ko'rinishi mumkin. Natijada keyingi arizada daromad oshgan deb chiqishi ehtimoli bor. 4-nozik jihat rasmiy va norasmiy daromad. Ko'pchilik men norasmiy ishlayman, tizim bilmaydi deb o'ylaydi. Lekin bank aylanmalari, soliq ma'lumotlari, mulk reyestri, avtomobil ma'lumotlari, ish haqi bazalari tobora ko'proq bog'lanmoqda. Agar odam doimiy pul o'tkazmalari olsa, katta xaridlar qilsa yoki nomida biznes bo'lsa, bu keyinchalik savol tug'dirishi mumkin. Men hech kimga hujjatda noto'g'ri ma'lumot berishni maslahat bermayman. Chunki bugun pul olinsa ham ertaga tekshiruvda ortiqcha olingan mablag' qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 5-nozik jihat bank kartasi va hisob raqami. Juda oddiy tuyuladi, lekin amalda eng ko'p muammo shu yerda chiqadi. Karta muddati tugagan. SMS xabarnoma o'chgan, karta boshqa bankka ko'chirilgan, hisob raqami yopilgan, fuqaroning familiyasi o'zgargan, pasport yangilangan, lekin bankda eski ma'lumot qolgan. Bularning har biri to'lovni kechiktirishi mumkin. Ayniqsa pensionerlar va chekka hududdagi fuqarolar buni oldindan tekshirsa yaxshi bo'ladi. 6-nozik jihat hujjatdagi bitta xato ham pulni to'xtatadi. Masalan, bolaning tug'ilganlik guvohnomasidagi familiya bilan onaning pasportidagi familiya mos kelmasligi mumkin. Yoki yashash manzili boshqa, amalda boshqa joyda yashaydi. Yoki nikoh qayd etilgan, lekin tizimda ko'rinmaydi. Yoki ajrashgan, lekin aliment bo'yicha ma'lumot kiritilmagan. Bunday holatlarda tizim arizani avtomatik rad qilishi yoki qo'shimcha tekshiruvga yuborishi mumkin. 7-nozik jihat eng ko'p kim oladi degan savol. Men buni aniqroq tushuntiraman. Eng ko'p pul odatda bir nechta omil bir joyga to'g'ri kelgan odam yoki oilaga chiqadi. Masalan, kam ta'minlangan oila, bolalar soni ko'p, nogironligi bo'lgan a'zo bor. Oldingi oylar uchun qayta hisob-kitob bor. Bank yoki tizimdagi kechikish sabab pul yig'ilib qolgan. Yoki byudjet xodimi to'liq stavkada ishlaydi. Ustama huquqi bor. Malaka toifasi yuqori, qo'shimcha vazifalari bor. Shunda 1.200.000 so'm yoki undan yuqori summa ko'rinishi mumkin. Ammo bunday summa hamma uchun avtomatik emas. 8-nozik jihat to'lovdan qarzdorlik ushlanishi. Agar bank kartasida kredit qarzi, aliment qarzi, ijro hujjati, jarima yoki majburiy undirish bo'lsa, tushgan pulning bir qismi avtomatik yechilib ketishi mumkin. Odam menga 1.200 million tushishi kerak edi. 800 million tushdi deb o'ylaydi. Aslida qolgan qismi qarzdorlikka ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'lovni tekshirganda faqat kirimni emas, chiqimni ham ko'rish kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Siz pensionermisiz, byudjet xodimimisiz, bolali oilamisiz, kam ta'minlangan maqomingiz bormi? Nogironlik bo'yicha hujjatingiz bormi? Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olasizmi? Yoki moddiy yordamga ariza bermoqchimisiz? Har bir toifa bo'yicha tartib boshqa bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, ish joyidan ma'lumotnoma, bank karta, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar, daromad haqidagi hujjatlar tayyor bo'lishi kerak. Agar siz ijarada yashasangiz, ijara shartnomasi yoki mahalla tasdiqlovi kerak bo'lishi mumkin. Agar aliment olmasangiz, bu holatni tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. 3-qadam, mahalla yoki mas'ul tashkilotga borishdan oldin savollarni yozib oling. Men amaliyotda ko'raman, odam idoraga boradi, navbat kutadi. Keyin hayajondan asosiy savolini unutadi. Siz oldindan shunday yozing. Mening oilam ushbu yerda mezoniga tushadimi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Arizam qachon ko'rib chiqiladi? Rad etilsa, sababini yozib olsam bo'ladimi? Qayta ariza berish muddati qachon? Mana shu savollar sizni ancha himoya qiladi. 4-qadam. Ariza berganingizni tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. Agar elektron ariza topshirsangiz, ariza raqamini yozib oling yoki skrinshot qiling. Agar qog'oz shaklida topshirsangiz, qabul qilingan sana va mas'ul xodimning ma'lumotini bilib oling. Chunki keyin siz ariza bermagansiz yoki hujjat kelmagan degan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Sizda tasdiq bo'lsa, masalani tezroq hal qilasiz. 5-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi?
Hisob raqami faolmi? Telefon raqamingiz to'g'ri ulanganmi? SMS yoki mobil ilovada kirim ko'rinadimi? Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka boring. Agar pul boshqa bank kartasiga tushishi kerak bo'lsa, mas'ul tashkilotda hisob raqamingiz yangilanganini tekshiring. Oddiy ko'ringan shu ishlar ko'pincha eng katta kechikishlarning oldini oladi. 6-qadam. Ish joyida buxgalteriya bilan gaplashing. Agar siz oylik ustama yoki qo'shimcha to'lov kutayotgan bo'lsangiz, rahbardan emas, aynan buxgalteriyadan hisob-kitobni so'rang. Menga qancha chiqadi deb umumiy so'ramang. Aniq so'rang, stavkam bo'yicha hisoblandimi? Malaka toifam inobatga olinganmi? Sinf rahbarligi yoki navbatchilik qo'shilganmi? 25 avgustdan keyingi farq qaysi oyda beriladi? Shunda javob ham aniq bo'ladi. 7-qadam. Rad javobi bo'lsa, darhol tushkunlikka tushmang. Rad javobida sabab bo'lishi kerak. Sabab daromad yuqori bo'lgani, hujjat yetishmagani, ma'lumot mos kelmagani, ro'yxatdagi xatolik yoki mezonga tushmaslik bo'lishi mumkin. Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, to'ldirib qayta topshirasiz. Agar daromad noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, tasdiqlovchi hujjat bilan qayta murojaat qilasiz. Agar tizimda xato bo'lsa, uni tuzatish talab qilinadi. 8-qadam, og'zaki gaplarga emas, rasmiy manbaga tayaning. Telegramdagi sarlavha, qo'shnining gapi, tanishning taxmini, videodagi kesib olingan jumla asosida qaror qilmang. Qaror matni, vazirlik yoki hokimlik xabari, pensiya jamg'armasi, soliq, bank, mahalla va ijtimoiy himoya organlarining rasmiy izohlarini tekshiring. Agar tushunmasangiz, izoh so'rang. Chunki noto'g'ri ma'lumotga ishonib, kimdir qarz oladi, kimdir pulni oldindan sarflaydi, kimdir ariza muddatini o'tkazib yuboradi. 9-qadam, oilaviy budjetni ehtiyotkor tuzing. Agar sizga 1200 ming so'm tushishi mumkin bo'lsa ham, uni doimiy oylik daromad sifatida rejalashtirmang. Avval pul haqiqatdan tushsin, keyin eng zarur xarajatlarni ajrating. Oziq-ovqat, kommunal to'lov, dori-darmon, bolalarning o'qishi, qarz yoki kreditning kechgan qismi. Men bunday pulni birinchi navbatda zarur ehtiyojlarga ishlatishni maslahat beraman. Chunki keyingi oy miqdor boshqacha bo'lishi mumkin. 10-qadam. Oiladagi har bir hujjatni tartibga keltiring. Bu faqat bugungi to'lov uchun emas, kelajak uchun ham kerak. Bolaning hujjati yo'qolgan bo'lsa, tiklang. Pasport muddati yaqin bo'lsa, yangilang. Yashash manzili noto'g'ri bo'lsa, tuzating. Aliment, ajrim, vasiylik, nogironlik, ijara, ish haqi bo'yicha hujjatlar tartibli tursa, har qanday yordam yoki to'lovga murojaat qilganda vaqtingiz kamroq ketadi. Yana bir muhim maslahat. Agar siz keksa ota-onangiz nomidan ish yuritayotgan bo'lsangiz, ularning roziligi, ishonchnoma yoki qonuniy vakillik masalasini oldindan hal qiling. Ko'p farzandlar ota-onasining pensiya yoki nafaqa masalasini tekshirmoqchi bo'ladi. Lekin bank yoki idora shaxsiy ma'lumot sababli to'liq javob bermaydi. Bunday vaziyatda qonuniy tartibda harakat qilish kerak. Agar siz chekka hududda yashasangiz va tuman markaziga borish qiyin bo'lsa, avval telefon orqali ma'lumot oling. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimdan ro'yxatni so'rang, keyin hujjatlar to'liq bo'lganda boring. Aks holda bir hujjat yetishmagani uchun 2-3 marta qatnashingizga to'g'ri keladi. Yo'l xarajati ham pul, vaqt ham pul, asab ham muhim. Agar pul tushgan bo'lsa, lekin miqdor siz kutgandan kam bo'lsa, darhol meni aldashdi deb xulosa qilmang. Hisob-kitob varaqasini, bank kirim chiqimini, ushlab qolingan qarzlarni, to'lov davrini tekshiring. Masalan, siz to'liq oy uchun kutgansiz, lekin huquq 25 avgustdan boshlangan bo'lsa, birinchi oyda faqat bir necha kunlik farq hisoblangan bo'lishi mumkin. Keyingi oy to'liq summa chiqadi. Bu juda oddiy, lekin ko'pchilik shuni bilmagani uchun asabiylashadi. Xulosa qilib aytsam, 25 avgustdan boshlab qo'shimcha to'lov yoki oshirilgan mablag' haqida gap ketayotgan bo'lsa, eng katta pulni odatda huquqi aniq, hujjati to'liq, toifasi yuqori yoki bir nechta asos bo'yicha to'lov oladigan fuqarolar ko'radi. 1.200 ming so'm hammaga avtomatik beriladigan pul deb tushunilmasligi kerak. Bu ayrim holatlarda qo'shimcha, ustama, qayta hisob-kitob yoki bir martalik yordam sifatida chiqishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni tekshiring, bank kartangizni faol holatda saqlang. Mahalla yoki mas'ul tashkilotdan aniq javob oling. Ariza raqamini saqlang va faqat rasmiy ma'lumotga tayaning. Shunda siz pulingizni vaqtida olasiz. Ortiqcha yugur-yugurdan qutulasiz va kim qancha olishi kerakligini aniqroq tushunasiz. Sizningcha bunday to'lovlar kimlarga birinchi navbatda berilishi kerak?
pensionerlargami, bolali oilalargami, nogironligi bo'lgan insonlargami yoki kam maosh oladigan ishchilargami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun oilaning byudjetiga ta'sir qilishi mumkin.